podarkalarni unpacking jarayoni boshlandi. Bu birinchi podarka erimlardan aynan Binbag'im uchun ekan. Sizlar bilan ochamiz. Birinchi bo'lib chiqyapti bizada. Takoy imennoy nimaligini bilasizlar. Hatto men kola juda ham kam ichaman. Keyingisi, takoy adyal imенно Binbag'imda maza qilib o'rab o'tirishim uchun. Так. Вау, еще двухсторонний, вам qaranglar. Maza qilib Binbag'da takoy o'ranib olib, mashina o'tirib ijod qilishga nima yetsa mashinaga o'tirib olib, maza qilib, ijodlar qilib, sizlarga takoy kontentlar olishga nima yetsin, kitoblar o'qishga. Keyingi podarka bu ukamdan aynan shaxsiy rivoj uchun takoy, вот takoy mikrofonchik. Xudo xolisi sizlar bilan endi bundan buyog'iga mikrofonchikda gaplashamiz. Mikshan oladigan takoy apparatimiz. Tagida mana bunaqa noshkalar bilan noshkalarga foydalanadi. Buni menimcha ismi masterlar juda ham yaxshi bilsa kerak, narxini va qanaqa funksiyalari borligini. Men hali o'zimni to'g'ri ko'rgam chiqmadim, lekin bu ukamning sovg'asi bo'ldi menga. Ishdan yoqilish o'chirilishini bildim. Qolgan funksiyalarni endi birga o'rganib chiqamiz. Bu mana shunaqa mikrofonchik, endi menda ulardan ikkita. Shunaqa qilib ishlatamiz petichkalarni. Yangi yilga siz nima podarka olish xohlaysiz va nima podarka oldingiz kommentga yozing. Bu men uchun juda ham qiziq.